Navbatdagi ishimiz Samarqand shahri Pobedada va bu joyimizga qancha tunuka ketganligi haqida. Uyimizning ichida koziroklar bor. Ushbu joyga 775 kvadrat tunuka ishlatildi. 12,5 dollardan qilganmiz. Kozirok bilan tomimizni, patologimizni o'rtasida zazor bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bormisizlar, omonmisizlar? Xo'p, navbatdagi ishimiz Samarqand shahri Pobedada Sanoqul Fazliddin akamizning xonadonida mana shunaqangi yangi chiqqan zamonaviy trendoviy fasonda tunikafon ishlarimizni qilib tugatdik. Xo'p, ushbu ishimiz haqida endi men sizlarga batafsil ma'lumot beradigan bo'lsam, kelinglar birinchi joyimizni razmerlari haqida gapiray va bu joyimizga qancha tunuka ketganligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Qani, boshladik. Kozirok bilan tomimizni, patologimizni o'rtasida zazor bo'ladi. Biz buni tunuka bilan mana shunaqangi obshivka qilganmiz va bu koziroklarning belbog'lari, buni regel deb nomlaganmiz. Regellarimiz belbog'lari bir chiziqda tushganligi bilan ishimizni ko'rkiga ko'rk qo'shgan. Sizlar nima deysizlar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Azizlar, joyimiz 80 ga 46 metr darvozaxona. Bu tomonimizning ayvoni esa 19 metrga 5 metr. Eni 5 metr, uzunligi 19 metr. Xo'p, bundan tashqari uyimizning ichida koziroklar bor. Koziroklardan bitta ko'rsating, aylanasiga, gir aylanasiga koziroklar hamda regellar bor. Mana shu regel, koziroklar hammasi bo'lib ushbu joyga 775 kvadrat tunuka ishlatildi. Xo'p, tunukalarimizning qalinligi 0.35, ko'rib turganlaringdek qaymoq rangi, mokra asfalt rangini ozgina qo'shganmiz. Tagidagi karkaslari metaloprofilga bo'lgan. Hamma yog'i ichida, ya'ni oyoqtaga qo'yiladigan lisalar, profillari, samarezlari, nima kerak bo'lsa tunuka fonda ishlatish uchun hamma narsasi ichida. 12,5 dollardan qilganmiz. Batamom uyimizni bitishi esa 9700 dollarga bitgan. İşimiz juda ham chiroyli chiqqan. Bu ishimiz juda mohir uslub bo'lib, buni yasash, o'rnatish ustadan bir muncha mehnat, mashaqqat hamda opit talab qiladi. İşimizni mana bu burchak joylarini bir ko'rsatib yuboring, Abduxo. Juda ham chiroyli chiqqan. İşimizni shu burchak joylarini ko'rib, mana bu burchak joylarni ko'rib, ustalarimizning mahoratiga, professionalligiga o'zlaringiz baho berasizlar. Agar ishlarimiz sizga ham yoqqan bo'lsa, siz ham tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz ham ushbu uy egasiga o'xshab musofirdan akani ortidan bizga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bemalol Telegram va WhatsApplarni ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.